bugun oyoqqa ishlashadi. Mana shogirdlar birinchi упражнение приседание 4 подход 12 tadan. İkinci упражнение выпады. Oyoqlarni orqasiga основной. Birinchi marta qilayotganlar uchun vessiz begruz. Mana jigarlar oyoqni pastki qismiga o'tdik. Икроножный мышцаga. Bu ham 4 подход 6 ta 12 tagacha qilamiz повторение. Mana jigarlar oyoq mushaklaridan keyin yelkaga o'tdik, плечоga. Birinchi mashqimiz 4 подход 12 tadan qilamiz. Mana jigarlar yelka mashqidan keyin trapetsiya mushagimizga ishlaymiz. Trapetsiya betning mышца. Ham 4 подход 15 tadan.